Dangasalik bu eng og'ir kasalliklardan biri deyishimiz mumkin. Dangasalikdan sizni hech kim chiqara olmaydi, ya'ni siz o'zingiz kurashishingiz kerak bo'ladi. Dangasamisiz? Dangasalikdan chiqishingiz uchun birinchi o'rinda tan oling. Ha, men dangasaman, lekin bugundan boshlab kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishim uchun, yaqinlarim faxrlanishi uchun, yaqinlarimni himoya qila oladigan darajada aqlim, bilimim va kuchim bo'lishi uchun bugundan boshlab dangasalikdan chiqishga harakat qilaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa reja tuzing. Ertalab o'rningizdan turdingizmi, dangasalikdan chiqish uchun kichkina qadamlardan boshlang. Turdingiz o'rningizda o'rningizni yig'ishni boshlang. Keyingi vazifani bajaring. Ingliz tiliga boryapsiz, 4 ta 5 ta so'zdan, kichkina qadamlardan boshlash kerak bo'ladi. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi qadam eng muhim narsa ishonch. Agarda ichingizda qila olishingizga nisbatan ishonchingiz bo'lmas ekan, siz dangasalikdan chiqa olmaysiz. Uchinchi qadam esa siz kelajagingizni ko'ring. Dangasa bo'lishda davom etyapsiz, kelajagingizni qanaqa ko'rasiz? Muvaffaqiyatsizlik, ishingizda rivojlanish yo'q, siz nima ish qilishni bilmaysiz, kasb tanlaganingiz yo'q, o'qishdan natijaga erishganingiz yo'q. Dangasa odam muvaffaqiyatsizlikka uchrash ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun ukalar, yana bitta muhim narsani unutmangki, dangasalikdan chiqishingiz uchun sizni o'rningizga hech kim harakat qilmaydi. Aksincha, siz harakat qilasiz dangasaligingizdan chiqish uchun. Agar bu sizga qulay bo'layotgan bo'lsa, yashashni davom etavering.